أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 34. Sura Saba Mekkede nazil bo'lgan 54 oyat. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamd sana Allohga xosdir. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Oxiratdagi hamd sanomi Allohga xosdir. Alloh hikmat bilan ish qiluvchidir, hammadan xabardordir. Alloh zaminning qo'yniga kirib ketadigan, ya'ni yomg'ir, kon va o'liklarga o'xshash narsalarni zamindan chiqadigan o'simlik, buloq va quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni osmondan tushadigan farishta, yomg'ir, ajal, rizq qatorliq narsalarni osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turdi. Allah bandalarga nihoyat mehribondir. Tavba qiluvchilarni nihoyat mag'firat qiluvchidir. Kofirlar bizga qiyomat kelmaydi deydi. Aytqinki, undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki, qiyomat sizlarga cho'qim keladi. Alloh g'aybni bilguchidir. Osmonlardagi va zamindagi zarrachoqlik narsa Allohdan yiroq emasdir. Uning yana zarradan kichikroq narsa bo'lsin, cho'ngroq narsa bo'lsin, lavhul mahfuzda xotirlanmagani yo'q. Ularning lavhul mahfuzda xotirlanishi iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni mukofotlash uchundir. Ana shular mag'firatga va esil rizqqa erishadi. Bizning oyatlarimizga kuchining berichi qarshi turganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ilm berilganlar, ya'ni sahobalar va keyingi amal qiluvchi ulamolar va ularga o'xshash kishilar sana Parvardigoring tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhasiz haq ekanligini, insonlarni g'olib hamda sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. Kofirlar bir-biriga aytadi: "Sizlar qabrlarda chirib titma-talang bo'lib ketgandan keyin cho'qim yangidan yoritildilar" deb xabar beradigan bir odamni sizlarga ko'rsatib qo'yaylimi? U Allohga yolg'onni to'qidimi yo u ilishib qoldimi? Hargiz undaq emas. Oxiratga iymon keltirmaydiganlar azobda va cho'nqur gumrohlikdadir. Ular oldidagi va orqasidagi ularni o'rab turgan osmon bilan zaminga qaramamdi. Agar xohlasang ularni yerga yutqizamiz yoki osmonni ularning ustiga parcha-parcha qilib tushiramiz. Buningda Allohga qaytquchi har banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalil bor. Biz Davudga dargohimizdan haqiqatan fazil ato qildik. Ey tog'lar, ey qushlar, Davud bilan birlikda tasbih aytinglar dedik. Tömürni Davudga yumshoq qilib berdik. Biz uningga aytdik: mukammal savutlarni yasag'in. Savutlarni yasashda halqalarini bir-biriga tekish qilgin. Ey Davud oilasidagilar, yaxshi ish qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni ko'rib turguchiman. Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol tushdan ilgari bir oylik musofani, tushdan keyin bir oylik musofani bosatdi. Uningga mis chiqadigan buloqni oqqizib berdik. Ba'zi jinlar Parvardigorning amri bo'yicha Sulaymonning oldida ishlaydi. Ulardan kimki bizning amrimizga xiloflik qiladi ekan, uningga biz do'zax azobini tetitimiz. Ular Sulaymonga u xohlagan katta saroylarni, mistin aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldek cho'ng leganlarni, cho'nglikda midirlamaydigan qozonlarni yasaydi. Aytdikki, ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar. Mening bandalarimdan Allohning ne'matlariga shukr qiluvchi bek oz. Sulaymonning vafotini hukm qilganimizda, Sulaymonning o'lganligidan jinlarni faqat uning hassini yegan qurt xabardor qildi. Sulaymon hassini qurt yeb yiqilgan chaqda jinlarga aniq bo'ldiki, agar ular g'aybni biladigan bo'lsa edi, xar qilguvchi azobda, ya'ni shuncha uzoq vaqt eg'ir emgakka qolmagan bo'ladi. Shubhisizki, Sabai qavmiga ularning turadigan joyida Allohning qudratini ko'rsatadigan buyuk dalil bor edi. Ularning o'ng tarafida bir turkum bog'lar, so'l tarafida bir turkum bog'lar bor edi. Ularga aytdikki, Parvardigoringlar bergan rizqdan yanglar va uningga shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Sizlarga rizq bergan Parvardigoringlar shukr qilguvchini mag'firat qilguvchi Parvardigordir. Ular shukrdan bosh tortdi. Shuning bilan ularga qattiq salni avatdik. Ularning bog'larini ochiq mevalik, yulg'unliq, oz to'la sidirliq, yana yovuchilanliq bog'larga aylantirdik.
Ular küfürlük qilganliklari uchun mushundoq jazoladik. Biz faqat küfürlük qilguvchilarni jazolaymiz. Ular bilan biz barkatli qilgan qishloqlar orasida ko'rinib turadigan, tutishib ketgan nurg'un qishloqlarni barpo qildik. Ularning orasidagi musofani o'lchamli qildik. Yana safarda yemak-ichmak ilvonmasimi bo'ladigan, atdigan chiqqan yo'lovchi tushdi bir o'tanga yetib borsa, kechda bir o'tanga yetib boradigan qildik. Ularga aytdikki, ularning orasida kechalarda va kunduzlarda tinch amon menganglar. Ular Parvardigorimiz safarlarimiz orasini, yana o'tanglar orasidagi musofani yiroq qilgan dedi. Ular o'zlariga zulm qildi. Ularni biz keyingi kishilarga qisqa qilib qoldirdik. Ularni titma qilib atdik. Buningda har bir baloga sabr qilguvchi, ne'matga shukr qilguvchi uchun nurg'un ibratlar bor. Iblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mu'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga agashdi. Iblisning ular ya'ni agashguchilar ustidan vasvas qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etquvchilar bilan uningga shak keltirguvchilarni bilib olishimiz uchundir. Parvardigoring hamma narsani ko'zatguchidir. Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib ma'bud deb qarg'aninglarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarrachoqlik narsaga ega bo'lolmaydi. Ularning osmon zaminning yoritilishi va boshqarilishida Allohga hech sherikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. Alloh ruxsat qilgan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Shafaat qiluvchilarning dillaridan qo'rqinch ko'tarilganda, ular ondan ba'zisiga Parvardigoringlar shafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi, ya'ni mu'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Alloh yuksakdir, kattadir. Aytqinki, sizlarga osmonlardan va zamindan kim rizq berib turadi? Aytqinki, Alloh rizq berib turadi. Shubhisizki, biz yoki sizlar cho'qim hidoyatda turamiz, yo ro'shan gumrohlikda turamiz. Aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roqqa tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roqqa tortilmaymiz. Aytqinki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'adi. Ondan bizning oramizda haqlik bilan hukm chiqaradi. Allah adil hukm chiqaruvchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguvchidir. Aytqinki, menga aytib beqinglarcha, sizlarning Allohning sherigi deb atavog'inglar hargizmi undaq emas. Balki u Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Seni biz faqat butun insonlar uchun mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguvchi va kofirlarni azob bilan ogohlantiruvchi qilib avatdik. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da yana sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ishga oshadi deydi. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdammi ilgari keyin bo'lmaysizlar. Kofirlar bu Qur'onga va uningdan ilgirki kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. Agar zolimlarni Parvardigoringning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Ojizlar, ya'ni agashguvchilar, kuchliklar, ya'ni agashtirguvchilarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etdik deydi. Kuchliklar ojizlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdikmi? Hargiz to'simadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. Ojizlar kuchliklarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech-kunduz qilgan hiyla-mikringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kofirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosini beriladi. Qaysi shaharga bo'lsin, biri ogohlantiruvchi avassaklar, uning davlatman odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarliginglarni inkor qilamiz dedi. Ular yana bizning mollarimiz va bolalarimiz eng ko'p, biz azoblanmaymiz dedi. Aytqinki, haqiqatan Parvardigorim kimning rizqini keng qilishni xolasa, uni keng qiladi. Kimning rizqini tar qilishni xolasa, uni tar qiladi. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. Mollaringlar va bolaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun hassilab savob beriladi.
Ular jannatning esil uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turadi. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar azobga duchor qilinuvchilardir. Aytqinki, haqiqatan Parvardigorim qaysi bandasining rizqini tor qilishni xohlasa uni tor qiladi. Qaysi bandaning rizqini tor qilishni xohlasa uni tor qiladi. Allohning yo'lida bergan narsanglarning o'rnini Alloh to'ldirib beradi. U rizq berguvchilarning yaxshisidir. U kunda Alloh ular yana mushriklarning hammasini hisob olish uchun yig'adi. Ondan farishtalarga bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. Ular aytadi: "Sen paktursan, bizning do'stimiz ular emassan." Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Bugun sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz Allohdan g'ayriga cho'qing'uvchi zolimlarga sizlar chin bitmagan do'zax azobini tetinglar deymiz. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilganda, ular bu faqat sizlarni ota-bovonglar cho'qingan butlarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Hamda ular bu faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kafirlarga haqiqat yetib kelganda, ular bu faqat o'p-ochiq sehrdir dedi. Ularga o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Senden ilgiri ularga hech qanday payg'ambarmi avatganimiz yo'q. Ulardan ilgiri o'tganlar haqni inkor qilgan, ular ya'ni Makka kuffarlari ular ya'ni ilgirkilar erishgan kuch-quvvatning o'ndan birgimi erishamagan. Ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoim qandoq bo'ldi? Aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar Alloh uchun ikkidan yo birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakka holda haqni izdanglar. Ondan fikr yurgizinglar, hamroyinglarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Alloh hamma narsani ko'zitib turg'uvchidir. Aytqinki, Parvardigorim haqiqatan haq orqali botilni otadi. Ya'ni pokitni ro'shan bayon qiladi, Alloh g'ayibni tamoman bilguvchidir. Aytqanki, haq yana islom keldi. Botil yo'qoldi. Botil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asliga keltirolmaydi. Aytqanki, agar ozsam, ozg'anligimning ziyni o'zimgadir. Agar hidoyat topsam, bu Parvardigorimning menga vahiy qilgan Qur'onining sababidandir. Alloh haqiqatan anglab turg'uvchidir, yaqindir. Agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini, do'zaxga ilib berish uchun mashargohga yaqin joyda turayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'ratding. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandoqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi? Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayb ishlari ustida yiroq joydan qarisiga so'zlaydi. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasida to'salg'u paydo qilindi. Ularga ilgari ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalar ustida dunyodagi chog'larda cho'nqur shakti edi. 35-sura Fatr. Makkada nozil bo'lgan 45 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamd sana osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi, farishtalarni ikki qanotliq, uch qanotliq, to'rt qanotliq elchilar qiluvchi Allohga xosdir. Alloh yaratishda xolig'ini ziyoda qiladi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Alloh rahmatidan kishilarga oshgan narsani hargizmi to'sib qolg'uvchi bo'lmaydi. Alloh rahmatidan to'sgan narsani Alloh to'sgandan keyin uni hech qo'yib berguchi bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey insonlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allohdan boshqa sizlarga osmondan va zamindan rizq qilib berib turadigan yaratquchi bormi? Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning ibodatidan qandoqmi bosh tortsizlar? Ey Muhammad, agar ular seni inkor qilsa, qayg'urib ketma. Haqiqatan sendan ilgari payg'ambarlar inkor qilingan. Hamma ish Allohning dargohiga qaytariladi. Ey insonlar, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi aldab qo'ymasin. Shaytonning sizlarni Allohning aposining kengligi bilan aldishiga yo'l qo'ymanglar. Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar.
Şeytan özünün təvəllərini əhli dozaqdan bolışqı çağırdı. Kafirlar qattiq azabqa duchor bo'ladi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va katta savobga erishadi. O'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan, shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi hidoyat topgan kishi bilan o'xshashmi? Allah haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi. Xohlagan kishini hidoyat qiladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklari uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmagin. Allah haqiqatan ularning qilmishlarini bilib turg'uchidir. Allah shamollarni avatib, uning bilan bulutni qo'zg'aydi. Biz bulutlarni o'lik, ya'ni qog'jiroq bir yerga haydaymiz. Bulutdan yomg'ir yog'diramiz. Shu yomg'ir bilan o'lgan zaminni tirildiramiz. O'liklarning tirildirilishi ana shundaqdir. Kimki dunyoda sharaf izlaydi ekan, sharafning hammasi Allohga mansub. Uni Allohdan tilasin. Yaxshi so'z Allohning dargohiga o'rlaydi. Yaxshi amal uni ko'taradi. Payg'ambarga qarshi hiyla-mikrlarni tuzadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi, ularning hiyla-mikri ish qo'shmaydi. Allah sizlarni, ya'ni aslonlar Odam alayhissalomni tuproqdan yaratdi. Ondan obi ma'nidan paydo qildi. Ondan sizlarni ayoldan iborat bir jup qildi. Har qanday ayolning homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emas. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu haqiqatan Allohga oson. Ikki dengiz o'xshash emas. Buning suyi tatliq, tamlik bo'lib, galdan siliq o'tadi. Bu nihoyatda achchiq, tuzliq, ularning har ikkisidan yangi go'shtlarni, ya'ni biliqlarni yeysizlar. Sizlar taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsizlar. Allohning amri bilan yuktoq, yemak-ichmaklar qochilangan kemalarning dengizda to'lqin yerib ketayotganligini ko'rsan. Bu Allohning ne'matini talab qilib shukr qilishinglar uchundir. Alloh kechini kunduzga kirgizadi, kunduzni kechaga kirgizadi. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi joylar, fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Alloh kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik uningga xosdir. Allohni qo'yib cho'qinayotgan ma'budlaringlar qilchilik narsiga ega emas. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdimi sizlarga javob qaytarolmaydi. Qiyomat kuni ular Allohga ularni sherik qilganliginglarni inkor qiladi. Mushriklarning va ularning ma'budlarining qiyomat kunidagi ahvolini hech ahadi sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Alloh hammadan behojatdir, madihiga loyiqdir. Agar Alloh xolisa, sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga olmaydi. Gunohi og'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elishga chaqirsa, o yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdimi, uning gunohidan ozroq narsani ustiga olmaydi. Sen faqat Parvardigoringni ko'may turib, uningdan qo'rqadiganlarni, namozni ado qiladiganlarni ogohlantirsan. Kimki gunohlardan poklandikan, u o'zi uchun poklangan bo'ladi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Ko'r odam bilan ko'zi soq odam, ya'ni kofir bilan mu'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni botil bilan haq barobar bo'lmaydi. Soy bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. Tiriklar bilan o'liklar, ya'ni mu'minlar bilan kofirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki, Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anglatadi. Sen qabrdagilarga anglatolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Haqiqatan biz seni haqdin bilan mu'minlarga xush xabar berguvchi, kofirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qandoqli bir ummat bo'lsin, uningga payg'ambar kelgan. Ular seni inkor qilsa, ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini inkor qilgan. Payg'ambarlar ularga ro'shan mo'jizlarni, İbrahim alayhissalomga nozil qilgan sahifalarga o'xshash sahifalarni, Tavrat, İncildek nurliq kitoblarni elib keldi. Ondan kofirlarni jazoladim. Ularga bergan azobim qandoq ekan? Ya'ni ularga qandoq qattiq azob qildim? Ko'mamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan turlik
rengareng meyvelerini çıkardı. Shuningdek Allah tağlarını yarattı. Tağlarning oq, qizillari, har xil rangdagi chiporlari va qopqorlari bor. Shuningdek insonlarning, hayvonlarning va chorpoylarning ichidami xilma-xil rangliklari bor. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarni qo'rqudi. Allah haqiqatan g'olibdir, bandalar ichida tavba qilganlarni mag'firat qiluvchidir. Shubhisizki, Allohning kitobini tilovat qilib turadiganlar, namozni ado qiladiganlar va biz rizq qilib bergan narsalardan Allohning roziligi uchun yoshirun va oshkora sarf qiladiganlar hargizmi kasod bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Allah ularga ajrlarini to'liq beradi va marhamatidan ularga oshirib beradi. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, oz yaxshilikqa ko'p savob beruvchidir. Sana biz vahiy qilgan kitob, ya'ni Qur'on haqdir. İlgirki kitoblarning rostligini isbotlovchidir. Allah haqiqatan bandalarini to'liq bilguchidir, ko'rib turg'uchidir. Ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga meros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qilguchidir. Ya'ni Qur'onni tilovat qilgan bilan bek amal qilib ketmaydi. Ba'zisi o'ttir hol, ya'ni ko'p chaqlarda Qur'onga amal qilib, qisman chaqlarda amal qilmaydi va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uchidir. Ana shular katta marhamatlidir. Ular hamisha turadigan jannatlarga kiradi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni, marvoyitlarni taqaydi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Ular aytdi: "Jimi hamd sana bizdan g'am qayg'uni ko'tarayotgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, oz yaxshilikqa ko'p savob beruvchidir." Allah marhamatidan bizni jannatga kirgizdi. Cennette biz hergiz jafo tatmaymiz, hergiz charchamaymiz. Kafirlar do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ularning o'lib aram tepib qolmasligi uchun jonlari elinmaydi. Ulardan azobmi yengiltilmaydi. Kufrda haddidan oshgan har insonni ana shundoq jazolaymiz. Ular do'zaxda Parvardigorimiz bizni chiqarib olsang, dunyodagi vaqt qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsaq deb yolurib davlaydi. Allah aytadi: "Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaz nasihat oladigan odam, vaz nasihat olaligidek vaqt bermidimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, yana payg'ambar keldi-ku, endi azobni tetinglar, zolimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q." Allah haqiqatan osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilguchidir. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Allah sizlarni zaminda o'rinbosar qildi. Kimki kofir bo'ladi ekan, uning kufrining ziyni o'ziga bo'ladi. Kafirlarning kufri Parvardigorning dargohida faqat g'azabni ziyoda qiladi. Ya'ni ularning kufri ularni Allohning rahmatidan texmi yiroqlashtiradi. Kafirlarning kufri ularga faqat halokatni ziyoda qiladi. Aytqinki, aytib beqinglarcha, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan ma'budlaringlar nima sababdan cho'qinishga loyiq bo'ldi? Menga aytib beringlarki, ular zamindan nimalarni yaratdi? Ya ular osmonlarni Alloh bilan birlikda yaratdimi? Ya ularga biz bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobdagi ro'shan dalillarga asoslanamdi? Hargiz undaq emas. Zolimlar bir-biriga faqat yolg'onni va'da qilishadi. Allah haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtab turadi. Agar ular tushib ketsa, ularni Allohdan boshqa hech ahadi to'xtab turolmaydi. Allah haqiqatan halimdir. Ya'ni kuffarlar azobga tegishli bo'lsa-mu, ularni jazolashga oldirib ketmaydi. Nihoyat mag'firat qiluvchidir. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi yana payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquvchi bo'ladiganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texmi yiroq bo'lishdi. Bundaq bo'lishi ularning zaminda takabburlik qilganliklari va hiyla-mikr ishlatganligidandir. Hiyla-mikrning vaboli faqat hiyla-mikr ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ular faqat ilgirki ummatlarga qo'llanilgan Allohning ularni halok qilish va jazolashdan iborat yo'lni kutadi. Allohning mahluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Allah yo'lida hargiz yetkilishni-mi, ya'ni azobning azobga tegishli bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yetkilishini ko'rmaysan. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilar, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning oqibatining qanday bo'lganligini ko'rmadimi?
ular yana o'tganki ummatlar bulardan texmi kuchli edi. Osmonlardagi va zamindagi hech narsa Allohni ilojisiz qoldirolmaydi. Allah haqiqatan hammani bilguvchidir, hammaga qodirdir. Agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Alloh ulardan hisob elishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganda, ularning amallariga qarab jazo beradi. Alloh haqiqatan bandalarni ko'rib turg'uvchidir. 36-sura Yasin. Makkada nozil bo'lgan 83 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yasin. Hikmatli Qur'on bilan qasamki, ey Muhammad, shak shubhisizki sen payg'ambarlardansan, to'g'ri yo'ldasan. Qur'on oti bo'g'ilri ogohlantirilmagan, ya'ni ularga payg'ambar kelmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirishing uchun g'olib nahayt mehribon Alloh tarafidan nozil qilingandir. Ularning ko'pchiligiga azob to'g'risidagi hukm haqiqatan tegishli bo'ldi. Shuning uchun ular iymon etmaydi. Biz haqiqatan ularning bo'yinlariga ingaklargacha taqoqlarni taqadik. Shuning uchun ular haqqa boshlarini eganmaydi. Ularning oldida bir to'siq, keynida bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardaladik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'rolmaydi. Ularni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, ularga baribir o'xshash, iymon etmaydi. Sen faqat Qur'onga agashgan, marhamatli Allohni ko'rmay turib, qo'rqqan kishini ogohlantira olaysan. Ya'ni ogohlantirishingning foydasi bo'ladi. Onunğa Allah'ın onun günahlarını mağfiret qilganligi va esil savob, ya'ni jannat ato qilganligi bilan xushxabar bergin. Biz shubhisizki o'liklarni tirildiramiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shay'ini ro'shan daftarda, ya'ni lavhul mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. Ularga, ya'ni kuffarlarga shahar, ya'ni Antakiya aholisini misol qilib keltirgin. Öz vaqtida ularga payg'ambarlar kelgan edi. Ayni zamonda ularga 2 payg'ambar avatdiq. Ular o 2 payg'ambarni inkor qildi. 3-chi payg'ambarni avatish bilan ularga yordam qildik. Payg'ambarlar ularga: "Biz haqiqatan Allohning sizlarga, ya'ni sizlarni hidoyat qilishga avatilgan elchilarimiz" dedi. Ular: "Sizlar faqat bizga o'xshash inson, mehribon Alloh hech narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'onchisizlar" dedi. Elchilar Parvardigorimiz biladi-ki, biz shak shubhisiz sizlarga avatilgan elchilarmiz. Bizning mas'uliyatimiz faqat ro'shan dalillar bilan tushunishlik qilib tabliq qilishdir dedi. Ular elchilarga: "Biz sizlardan shumpal oldik. Agar sizlar da'vatinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim tosh kesak qilib o'ldiramiz va bizning qattiq azobimizga uchraysizlar" dedi. Elchilar: "Kufringlar sababidan shumliqinglar o'zinglar bilan billidir. Sizlarga vaz nasihat qilinsa, shumpal olamsizlar, hargiz undaq emas. Ya'ni sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga sherik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar" dedi. Shaharning yiroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najar yugurib kelib aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga agishinglar. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganligiga sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga agishinglar. Men nimishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytirgan Allohga ibodat qilmay, men Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga biroz ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani dafiy qilolmaydi. Hamda meni qutqizolmaydi. Agar undoq bo'lsa, ya'ni Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, men haqiqatan ochiq gumrohlikda bo'laman. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. İmanımga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. Qavmi uni o'ltirayotgandan keyin uningga jannatga kirgin deyildi. O kashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi dedi.